Hayotingizni o'zgartirish uchun sizga faqat bitta narsa kerak. Bu qaror qabul qilishdir. Bugun biz muvaffaqiyatga erishgan insonlar amal qiladigan 5 ta oltin qoidani ko'rib chiqamiz. Birinchi qoida: aniq maqsad qo'ying. Maqsadsiz inson rolsiz kemaga o'xshaydi. Qayerga borishingizni bilmasangiz hech qachon yetib bora olmaysiz. Sizning maqsadingiz aniq o'lchovli bo'lishi shart. Ikkinchi qoida: intizom motivatsiyadan ustun. Motivatsiya sizni boshlashga majbur qiladi. Lekin faqat intizom sizni yakuniy nuqtaga olib boradi. Kayfiyatingiz bo'lmasa ham rejadagi ishni bajarishni o'rganing. Uchinchi qoida: xatolardan qo'rqmang. Muvaffaqiyatsizlik bu oxirgi degani emas. Bu shunchaki yangidan va aqlliroq boshlash uchun imkoniyatdir. Eng katta xato qilishdan qo'rqib hech narsa qilmaslikdir. To'rtinchi qoida: atrofingizni kuchli insonlar bilan to'ldiring. Siz muloqot qiladigan 5 ta insonning o'rtachasisiz. Agar g'oliblar bilan birga bo'lsangiz, 6-chi g'olib siz bo'lasiz. Sizni pastga tortadigan insonlardan uzoqlashing. Beshinchi qoida: bugun harakatni boshlang. Mukammal vaqtni kutmang. Bu hech qachon kelmaydi. Kichik qadamlar katta natijaga olib boradi. Sizning kelajagingiz bugun nima qilayotganingizga bog'liq. Ushbu qoidalardan qaysi biri sizga eng yaqin? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Muvaffaqiyat sari birga qadam tashlaymiz. Obuna bo'lishni unutmang.